Uzun marketda oyoq kiyim sotib qancha foyda qilsa bo'ladi? Tekshiramiz. Ketdik. Shu oyoq kiyimni ko'rib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek 500 donadan zakaz tushgan. Bu oyoq kiyim mart oyidan sotilishni boshlagan. Ko'rib turganingizdek haftasiga 258 dona sotilmoqda. Keling buni hisob-kitobini qilib ko'ramiz. 145 ming so'mdan sotilmoqda. 145 mingni ko'paytiramiz 0,25 ga, ya'ni 25% komissiya. Bunga qo'shamiz 6 ming so'm logistika haqqi. Xitoydan olib keladigan bo'lsak, bu oyoq kiyim bizga qanchaga tushadi? Xitoyda bu oyoq kiyimimiz 17 yuandan sotilmoqda ekan. 17 yuanimiz ko'rib turganingizdek 30,180 so'm. Bu oyoq kiyim bizga yetib kelgungacha 45 ming 50 ming atrofiga tushadi. 145 ming so'mdan ayiramiz 42,250 so'm. Yana ayiramiz 50 ming, ya'ni 50 ming bu tan narxi. 42,250 so'm esa bu uzumning ulushi. Ko'paytiramiz 258 donaga. 13,600,000. Bu bir haftalik sof foyda. Endi buni keling bir oyligini hisob-kitobini qilib ko'ramiz. Haftasiga 258 dona zakaz tushayotgan bo'lsa, unda bir oyda taxminan 1000 ta zakaz bo'ladi. Endi buni ko'paytiramiz 52,750 so'mga, ya'ni bir dona oyoq kiyimimizdan sof foydamiz. Ko'rib turganingizdek 52,750,000 bir oyda sof foyda qilyapti.